Hindistonning eng badavlat aktyorlari top 10 taligi. Bollivud nafaqat Hindistonning eng yirik kino sanoati, balki dunyoning bir nechta eng boy aktyorlari dunyoga kelgan shahar hamdir. Bugun sizlar bilan Hindistonning eng badavlat aktyorlari reytingini keltiramiz. Saif Ali Xon boyligi $150 million. Saif Ali Xon Bollivuddagi uzoq faoliyati va Pataudi qirollik oilasiga mansubligi bilan mashhur. U muvaffaqiyatli filmlar, prodyuserlik va reklama tufayli boylik orttirgan. Ram Charan boyligi $177 million. Mashhur Telugu kino aktyori Ram Charan ham Bollywoodda faol rol o'ynaydi. Aktyorlikdan tashqari u Trujet aviakompaniyasi va boshqa bizneslarga ega. Hrithik Roshan boyligi $250 million. O'zining tashqi ko'rinishi va aktyorlik mahorati bilan tanilgan Hrithik reklama, prodyuserlik, shuningdek Bollywoodning yirik loyihalaridan pul ishlaydi. Amir Xon boyligi $210 million. Janob perfeksionist o'zining ijtimoiy ahamiyatga ega filmlari va muvaffaqiyatli Satyamev Jayate shousi bilan mashhur. Uning Pike va Dangal kabi loyihalari jahon hitlariga aylandi. Salmon Xon boyligi $350 million. Salmon muvaffaqiyatli filmlar, teleko'rsatuvlar, Being Human brendi va reklamalar orqali pul topadi. Hozirda ham u eng talabgor aktyorlardan biri bo'lib qolmoqda. Shu kabi qiziqarli ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun Toshkentliklar 24 kanaliga obuna bo'ling.